Ay gap yo'q. Marsaxo't yasab qo'yganmisiz? Zo'r. Akalar, hozir ishlaka blokchi bratlarning dardiga davo topilgan. Farg'onalik o'zimizni usta yasagan. Qaranglar buni turishini, rollari ham o'ngga chapga burilaverar ekan. Mana tal bilan ishlayapti. Nechta uchta to'ldiradi usta bu? 3 uchta to'ldiradi. Nechta chiqish chiqadi shundan? 20. Hali 10 tonnali narsalar tashiyman desachi. Ya'ni bo'yni qilamiz aka. Nima narsa qilib beramiz? Qilib beramiz. Boshqa chiqaradigan ham qilib beramiz. Qilib beramiz. Nima bo'lsa qilib beramiz aka. Qizig'i yo'q. Qaranglar. Bu roliklari hammasi zavodskiy narsalar bular. Yo'q, o'zimiz zavoddan chiqqan narsalar bu. Voy, malades. Hamma narsasiga garantiyasi bor. Hammasiga garantiya beramiz. Garantiya beramiz. Voy. Voy gap yo'q. Marsaxo't yasab qo'yganmisiz? Zo'r. Akalar, hozir ishlaka blokchi bratlarning dardiga davo topilgan. Farg'onalik o'zimizni usta yasagan. Qaranglar buni turishini, rollari ham o'ngga chapga burilaverar ekan. Xullas, endi ishlaka blokchi ustalarda shoir qochib ketish muammosi bo'lardi, xudo xolsa bo'lmaydi. Bir ko'targanda 4 tadan olib darslarni yuklab tashlaverar ekan. Bu nimaga yuryapti hozir aka bu? Bumi? Mana yurishmash aka. Balonlarni ham bitta o'ngga chapga qilib bering aka. O, qaranglar. Marsaxo't haqiqiy. Strelasi ham zo'r. Buni xohlagan kattalikda qilib beraveramiz. Ob'yomga qarab qilinaveradi bu. Zakasga qarab. Bu akamiz o'zi asli ishlaka blok uskunalarni yasaydi. Uni o'zingizniki uyami? Ha, bu o'zimizdan chiqqan apparat. Hozir ega borib ko'rsatamiz. Avval mana narsa haqida sizlarga tushuncha berib o'taylik. Xitoydagi 2,5 mingmi shunaqa edi akalar. Sal kichkinaroq adashmayotgan bo'lsam. Ancha ham kichkina. Men ko'rganim. Xo'p, bulardagi endi ancha kattaroq. Narxi sraz aytaveraylik, like bosadi-da. Narxi 18 millionda. 18 million. Eldoradodan deganlarga kelishtirib beramiz. Bonus qilib beramiz, a? Beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bunda akalar nimalar bor? 4 ta balon, motor. Bu roldi, faqat rolgami bu? Rolga u. Ha, o mana orqadagi tortar ekanda. Tortadi. Mana Moskvishni zadniy mostlarimi bu? Ha, Moskvishdik. Ko'taraverar ekanda, 1 tonna yukni ham o'zida ham tashsa bo'laverar ekanda. Ko'taradi bemalol. Xo'p, akalar mana sex-pexdagilar qanaqadir siklad, aynan shlaka blok emas, boshqa mahsulotni ham tashiydiganlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, sizga munosib ham yasab beraverasiz. Masalan, uchini boshqacharoq. Uchini boshqacha xohlaganlarga pritsepli boshqa farqi yo'q. Bu o'ziga ham yuklab olib ketaveradimi bu? Olib ketadigan ham qilamiz agar zakas bo'lsa. Shunaqa qilib beraverasiz, to'g'rimi? Mana parniklar bo'ladi-da, ayda mana dizelli, benzinli mashinalar kirishi kerak emas, ayda havosini bulg'ab qo'yadi. Yoki qanaqadir shunaqa maxsus joylar bor. Benzin, dizelli motorli texnika kirmaydi. O'shaning uchun maxsus prinsipi bilan mana shunaqa qilib yuk tashiydigan qilib o'zi olib, o'zidagi yukni yoki joylab chiqib ketadigan Marsaxo't yasab berishadi. Haqiqiy Marsaxo't bu. Qo'ying aka. Ishlarni chotki, xudo xolasa. Gap yo'q. Ko'tarishga kabel-mabel yo'q. Mana pul havoda ishlaydimi bu? Havoda ishlaydi. Up. Ko'tarish. Ko'taryapti. Voy. Gazelchi aka. Ana. Qaytaramiz. Stop nima qiladi? O'chiradimi? Stop o'chiradi. O'shani bitta bosib qo'ysa, boshqa knopkalar ishlamaydi. Ha, bo'ldi, endi o'chirdi. Zo'r. Akalar, shunaqa yangilik bo'lgan. Agar imkoniyat bo'lsa, qo'llaring bo'sh bo'lsa, shu o'zimizdan mana shunaqa kashfiyotchi ustalarni poddержка qilishga agar erinmasdan bitta like bosib qo'yinglar. Kommentariyada mana shunaqa ixtirochilar bo'lsa, yasaydiganlar bo'lsa, nima yasagan yozib qo'yinglar yoki mana shu videoni o'sha shakliga tashib qo'yinglar. Bir-birlari bilan siyos qolsa ham bo'laveradi. Bular hali katta uskunalarga aylanadi, xudo xolasa. 18 million kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Bo'ldi. 380 ga yuradi. Mana rozetka nimaga qo'ygansiz? Bu rozetka, ya'ni telefon u narsani zarur bo'lsa ishlatish uchun qo'yilgan xolos. Gap yo'q. Ha? Xohlaganlar uchun 220 ga ham tayyorlab beramiz. 220 ga ishlaydigan qilib. Ha, 220 voltga ham qilib berasiz. 220 voltga ham qilib beramiz. Bu kabel endi hozir berdim, masalan, sexni kattaligi 100 metr uzoqlikda bo'lsa, 100 metr kabel yuraveradimi aslida? Yuraveradi. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q, bo'ldi. Akkumulyator zaryad qil, benzin qo'y. Bunaqa yo'q. Bo'ldi. Shunaqa gap akalar. Endi o'sha blok uskunani ham bitta gapiraylik.
Akalar, oddiy narsani o'zi yo'q bu yerda. Hamma narsa mana tal bilan ishlayapti. Nechta uchta to'ldiradi usta bu? 3 tovushda to'ldiradi. Nechta chiqish chiqadi shundan? 20. 20 ta chiqadi. Mashinga ham akalar qaydadir 15 minut vaqt ketadi. 1 minutda to'ldirib qo'yar ekan. Ko'pi bilan 2 minutda. Mana ketdi. Necha sekund bo'ldi? 15 sekund bo'ldimi? Zo'ring. Yo'q, nimaga uzasan? Ol. Mana akalar. 3 ta tal bilan shu 20 ta qishga yetadigan naqani chag'alni to'kib berar ekan. Ishchilar maza qilib ishlasa kerak bu yerda. Qochib ketmaydi, eng muhimi. Maza qilib ishlaydi-da, yengilda o'shani hisobiga. Ada yuklab berganda ham bunaqa marsaxot bo'lsa, bag'ida bunaqa tallar bo'lsa akalar. Tosh sharavada bo'lsa, og'ir ish qolmayapti. Og'ir ish qolmaydi-da. Mana ketdi, o'zi 3-inchisi. Necha minut? 1-2 minut bo'ldi video boshlanganiga. 1 minutda mana shu mishalkani to'ldirib qo'yar ekan. Akalar qaranglar. Bo'ldi ana. Endi semen qo'shamiz akalar. Hozir sizlarga chiqarib ko'rsatib beramiz. Usta, bu liniyani qachon o'rnatgansiz? Bu liniyani xo'p. Bu liniya o'rnatilmagan. Lentani biz o'rnatganmiz. Aha. O lentalar. Lentalar polni o'zimiz o'rnatilgan. Bu Xitoy apparati. Ha, Xitoy apparati. Xitoy apparatiga biz lenta ustunovka qilganmiz, yangilik kiritib. Agar zakazlar bo'lsa, tayyorlab beramiz. Bu oddiyni pol avtomat qilib berganmisiz? Oddiyni pol avtomat qilingan holati bu. Voy, mana deysiz. Bu Xitoyning Xonfa. Ha, men uni ko'rib sizniki deb o'yladim-da. Mana uni siz yasaysizmi? Ha, men yasaganman ularni. Siznikimi? Mana shu ustalarimizni ishda manaqa bunkerlar. Bu apparat Xitoyniki o'zi. Apparat Xitoy. Ha. Qilib berish shu alohida chiqinglar akalar. Mana oldingi eski apparatlaring bo'lsa, pol avtomat qilib beradi. Qilib beramiz. Bo'ldi. Hozir rastor tayyorlayapmiz-a? Rastor tayyor bo'lyapti. Hozir lentadan chiqish jarayoni ham ko'rinadi. Bo'ldi. Lenta necha metrgacha yasaymiz, usta? Xo'p, aka, hozir 6 metrlik ketyapti bunga. Zakazga qarab lentani o'zini yem, bu narsa hashak nimalarga tayyorlab beraveramiz zakazga qarab. Ha, yem hashaklarni. Ha, bu narsaga. O'g'itlarga ham tayyorlaymiz. Bu anoma transportyorni lentada, to'g'rimi shu? Men ukini bitta brat chiqdi, yuk tashish, nimaga korobkaga ham nimagadir kerak. Vakil aloqaga chiqinglar. Liniya, zavodlar, aeroportda chamadan chiqadi, o'shanaqa deb yasab beraveradi. Yasab berasizmi? Yasaymiz, zakaz bo'lsa, nima bo'lsa qilamiz. Marsavod qilgan bu. Oddiy narsa. Qilib beradi ustamiz. Narxi ham unaqa qimmat emas keyin. Tayyor bo'lib qoldimi? Bu tonnani tashirkanda bo'lmasami bu? Ha, tonnani tashirdi. Mana akalar ishlash sizlarga. Hali 10 tonnali narsalar tashiyman desachi. Ya, boyini qilamiz aka. Nima narsa qilib beramiz? Qilib beramiz. Boshqa chiqaradigan ham qilib beramiz. Qilib beramiz. Nima bo'lsa qilaveramiz aka, qizig'i yo'q. Qaranglar. Bu roliklari hammasi zavodskiy narsalar-a bular. Yo'q, o'zimiz zavoddan chiqqan narsalar bu. Voy, malades. Hamma narsasiga garantiyasi bor. Hammasiga garantiya beramiz. Garantiya beramiz. Bu lentasi nimaniki? Lenta zavodskiy yangi lenta. Ba'zi lenta mashinga moslangan, mashinga moslangan Xitoyda yangi kelgan lentasi bu. Gap yo'q. Mana akalar, bu hozir to'ldiradi. Rastorda olib chiqib, mana bunkerga soladi. Bunkerga soladi. Bunkerda tagidagi lenta ham siznikimi? Bu ham meniki. Bu qolifga tashlab beradi. U yoqdan olsa ko'rinadi. Tashlash jarayoni ham chiqadi. O, ana qaranglar, ashiylar ko'rsin. Bo'ldi, ana tushdi. Endi pastga o'tib, past qolipni ko'rsating. Qolipga solamiz. Bu o'zi shunaqa knopkali bo'lgan-a, nima? Uskuna. Knopkali bo'lgan, qo'lda tashardi lapatka bilan. Endi biz buni lentali qilib qo'yganmiz. Bo'ldi. Ha, mana endi ochish kerak edi-da. Ochish kerak edi qo'lda. Qani biratib boshlangchi buni. Ishlatib beringchi, ana. Tepada lenta aylanib, rastor tashlab beryapti bunkerdan. O'tirildi. Aka kuniga 1000 ta shlaka bola qo'ygan usta ekan-a.
Ha, bu boshliqda bu ishchilar yo'q ekanda, ishchilar bo'lganda vaqt cho'tkilab qo'yib berardi. Staj bor ekan. Ha bu sezilyapti ortib qo'yganda. Biz bu sezonda birinchi quyish shekilli. To'g'ri. Ha, shoshmang. Ag'idan ana sifat qaraymiz. Chiqib ketib qolmaydiring, chiqib ketib qolmaydiring. Endi chiqaravering, ag'idan ko'rsatamiz. Olavering aka. Chiqaverib. Ha aka, ishlash jarayoni shu. Qolip-qolipigacha qilib beraveramiz bunaqa narsalarni. Agar zakaz bo'lsa. Aravasiga Ha. Mana akada tayyor. Kimga kerak bo'lsa, uskunani noldan ham yasab beradi. Agar Xitoy uskunangiz bo'lsa, remont ham qilib, mana shunaqa restavratsiya qilib, pol avtomat ham qilib beraveradi. Nima bo'lsa javob aka. Javob aka. Hammasini qilamiz, Libbo'yin. Bir kunda nechta quyadi mana shu? Xo'p, nechta quyapsizlar hozir? 1200 ta quyasizlar. birinchi kunga shunaqa qo'yildi. Endi sekin kunlar Sezon boshlandi endi. Sezon boshlandi. Sal moslashib olsa 1,5-2 mingtaga tushadi, xudo xolasa. Malades, malades. Endi hamma udobniy mana lapatkishi yo'q. Yana tal shu knopkani bosyapti, g'ish chiqyapti. Shu sement soladi bu. Nech kishi? 2-3 kishi ishlashadi. Ha? Manolar bo'lmasa odam ko'payib ketadi. Bular bo'lmasa endi baytlarda eslagim kelmaydi. Yo'q, eng katta shlaka blokchilarni dardi shu ekan. Tash ishchi qochib ketadi, ish og'ir. Hozir bu yerda menimcha og'ir narsa qolmabdi. Talda tushyapti, lentada baqa tushyapti, bu ketyapti, marsofot yuklab beryapti. Kim biznesini mana shunaqa qilib, pol avtomat, xudo xohlasa bu hali polni avtomat ham qilib beradi bu akamiz. Qilmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. Ekranda nomer qoldiryapmiz sizlarga. Xo'p. Lentani narxini aytib qo'yaylik. Narxini, xo'p. 25 million qilib beramiz. 6 metrligini. 6 metrlik olib borib, dastavka ustanovkasi vodiy bo'ylab. Ha, bunkerlar bo'ladi. Bunker hamma narsa ichida bo'ladi. Mana qarang, sizlarda eski Xitoy uskuna bor edi. Telefon qilamiz. Qancha? 25 million. 25 millionga olib kelib o'rnatib beramiz. Tal alohidami? Talam o'shaning ichida. 25 million 25 ichidami? million ichida u ham. O, endi. Bunker bo'ladi, kalta lenta, tal bo'ladi, uzun lenta bo'ladi 6 metrlik. Olib borib ustanovka qilib berish vodiy bo'yicha dastavka tekin shuning ichida. Bo'ldi, jicha-picha kelishamiz ham endi. Kelishamiz, xudo Aloqaga xohlasa. chiqaveringlar, kelaman sizlarga. Zo'r variant. Yangilikmi yoki pol avtomat olaman deb yurgan bo'lsangiz mana bittada bitirib beradi ustamiz.